Assalomu alaykum hurmatli Chust xalqi, sizlar uchun juda ham zo'r yangiligim bor. Orqamda qurilayotgan ko'p qavatli turar joy binolarning bugun sotuviga start berildi. Videoni oxirigacha ko'ring, barcha ma'lumotni berib o'taman. Turgan joyimiz Namangan viloyati Chust shahri, Toshkent PTga bo'ladi, hamma biladi. Kalsovoydan 100 metr yurganingizda o'ng tarafda ushbu loyihada umumiy ikkita blok qurilmoqda, ya'ni A blok va B blok. Qavatlar soni 9 qavatdan iborat, zamonaviy lift bilan jihozlangan bo'ladi. Undan tashqari zamonaviy bolalar maydonchasi ham mavjud. Birinchi qavati va pastki qavatlari maishiy xizmat ko'rsatish markazlari bo'ladi. Loyihaning qurilish jarayonlari ko'rib turganingizdek avjida ketmoqda. Orqamda turgan A blok va B blokimiz bo'ladi. Hozirdanoq A blokimizning sotuv jarayonlari boshlandi. Eng zo'r tomoni, qurilish kompaniyaning o'zi bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzgan holatda boshlang'ich 30% to'lov bilan qolgan qismini 2 yil muddatga bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Eng zo'r tomoni, hech qanday foiz va penilarsiz. Qolgan barcha ma'lumotga ega bo'lish uchun, ya'ni xonadonning narx-navolari, to'lov jadvallari haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun kommentariyaga narx so'zini yozib qoldiring. Direktdan shaxsan o'zim sizga barcha ma'lumotni jo'natib qo'yaman yoki-da pastdagi sotuv bo'lim raqamlariga telefon qilib barcha ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Manzilni ko'rdinglar, loyiha juda ham zo'r joyda joylashgan. Hoziroq ushbu xonadonlarga ega bo'lish uchun tezda aloqaga chiqamiz.